Assalomu alaykum. Efirda Davra podkasti. Bizning bugungi ko'rsatuvimiz ko'p vektorli siyosat yo'lini tanlagan yangi O'zbekistonning Amerika Qo'shma Shtatlari bilan munosabatlari hamda davlatimiz rahbarining Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 80 yilligiga bag'ishlangan yubiley sammitdagi ishtirokiga bag'ishlanadi. Bizning bugungi suhbatdoshlarimiz Prezidentimizning tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi, tajribali diplomat Abdulaziz Hafizovich Komilov hamda Prezident tashqi siyosat masalalari bo'yicha maslahatchisi o'rinbosari Markaziy Osiyo xalqaro instituti direktori Javlon Abdujalolovich Vahobov bo'ladilar. Har ikki suhbatdoshimiz ham bular ajoyib insonlar, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida O'zbekistonning favqulodda muxtor elchisi bo'lib o'z navbatida ishlaganlar va turli davrlarda ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni ichkaridan, yaqindan turib kuzatishgan. Shuning uchun o'ylaymanki, bugungi suhbatimiz nafaqat dolzarb mavzuda, balki shu uzoq yillik munosabatlarni hech kim bilmaydigan gaplarni biladigan, insight tajribalarga ega bo'lgan insonlarning suhbati sifatida ham juda ham ahamiyatli bo'ladi biz uchun. Suhbatimizni boshlasak bo'ladi agar qarshilik bo'lmasa. Abdulaziz Hafizovich, Javlon Abdujalolovich, sir emas, O'zbekiston diplomatiyasida o'tgan yillar muzni qaytadan yorish yillari bo'ldi. Ya'niki O'zbekiston ichki va tashqi siyosatda yangi yo'lga o'tgani, yangi tutumni tanlagani va buni yetkazishda xalqaro jamoatchilikni ishontirish va buni faktlar bilan isbotlash va yo'lidan bordi va buni yaxshi uddalayotganligini biz o'sha Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan muzokaralar davomida ko'rdik. Men bir oddiy jurnalist, O'zbekiston fuqarosi sifatida mana shu o'tgan 7-8 yillik turli davlat tashriflarida qatnashganman va guvoh bo'lganmanki, boshida olis yaqin mamlakatlarga bo'lgan tashriflarda eshiklarni biz taqillatardik. Lekin hozir ko'rdikki, bizni davlatimiz rahbari bilan uchrashish, muloqot qilish, muzokaraga kirishish uchun turnaqator uzun navbat hosil bo'lyapti. Ya'ni O'zbekiston bilan gaplashishni, O'zbekistonga qiziqishni istayotgan katta xalqaro jamoatchilikni ko'rdim va bundan to'g'risi faxrlandim. Mani nazarimda va o'zi umuman butun mana shu o'tgan tashrifni kuzatgan ekspertlarning fikrida bu uchrashuvlar, bu tashrif tarixiy bo'ldi. Abdulaziz Hafizovich, siz uchun buning tarixiyligi nimada? Qaysi jihatlarni alohida ajratib ko'rsata olamiz? Bu albatta birinchi tashrif emas edi, lekin bunisi boshqacha deyishyapti. Buni nafaqat biz, butun dunyo haqiqatdan ham tarixiy tashrif, tarixiy voqea deyishadi. O'zbekistonni tashqi siyosatidan juda bir yorqin voqea bo'ldi. Savol tug'iladi, tarixiy deganda ma'nosi nimadan iborat? Bu yangi O'zbekistonni e'tirof etilishini natijasi. Lekin yangi O'zbekiston deganimizda savol tug'iladi, masalan, shu Amerika vakillari, Amerika jamiyati qanday tushunishadi bugungi yangi O'zbekistonni? Chetda bir misol keltirmoqchi edim. Biz bir necha oy oldin Washingtonga ishchi guruh bo'lib tashrif buyurdik va undan keyin mana shu guruh yana bir bor Nyu-Yorkka tashrif buyurdi. Muhtaram prezidentimizni tashriflarini tayyorlash maqsadida. Ana shunda biz ko'p Amerika Qo'shma Shtatlarini rasmiy vakillari bilan, biznes doiralari bilan uchrashuvlar o'tkazdik. Ayniqsa mana shu Oq uyda, Xavfsizlik kengashida, Kongress, Senatda boshqa vakillar bilan uchrashuv o'tkazganimizda biz mana shu bitta muhim narsani tushundikki, bular yangi O'zbekistonni biz tan olamiz, e'tirof etamiz deganda bitta qanday ma'nosi bor? Menimcha bu e'tirofni asosida bir necha omillar bor. Juda jiddiy omillar. Birinchisi bu muhtaram prezidentimizga bildirgan cheksiz hurmat va ishonch. Ko'pinchasi bir necha marta ta'kidlab aytishdiki, biz prezident Mirziyoyevga ishonamiz. Biz prezident Mirziyoyev bilan hamkorlik qilishga tayyormiz deyishdi. Ikkinchisi, hurmatli prezidentimiz boshlagan islohotlarda, siyosiy sohada, ijtimoiy sohada, demokratik o'zgarishlarda Amerika jamiyati to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Bu ikkinchi omil. Uchinchi omil ayniqsa mana shu biznes doirasini qiziqishi. Bu yerda bular juda katta e'tibor berishadi. O'tgan 5-6 yil mobaynida O'zbekistonda ochiq, erkin, haqiqiy bozor iqtisodi barpo etildi.
Bu juda muhim. Ayniqsa bozor iqtisodi deb e'tirof etilgan narsa hammaga juda bir qandaydir jiddiy signal bo'ladi. Ikkinchidan, o'zimizni iqtisodiyimizga tegishli bugun O'zbekiston iqtisodiyoti jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv jarayondan juda samarali o'tdi va aytishimiz mumkinki, O'zbekiston iqtisodi bu jahon iqtisodini bir qismi. Shuning uchun bu yerda keng nuqtai nazardan qarash kerak biznes hamkorlik deganimizda. To'rtinchi omil bu hurmatli prezidentimizni tashqi siyosatlarini to'liq qo'llab-quvvatlash. Amerika administratsiya tomonidan, xalqaro hamjamiyat tomonidan, ayniqsa Markaziy Osiyoda bo'layotgan ijobiy tarixiy o'zgarishlarni. Biz tashrifimiz paytida ko'p mavzularni ko'tardik. Rasmiy, norasmiy ham uchrashuvlar bo'ldi. Lekin mana shu ko'p mavzularning orasida ikkita narsaga bular juda katta e'tibor berishdi. Birinchidan mana aytib o'tganimdek, o'zimizni chuqur keng qamrovli islohotlar. Ikkinchisi Markaziy Osiyodagi vaziyat. Butun dunyo yaxshi tushunadiki, Markaziy Osiyoda juda ko'p muammolar yig'ilgan edi. Mana shu ikki tomonlama aloqalarda bu chegara masalalari, suv masalalari, transport kommunikatsiya masalalari, xavfsizlik masalalari, gumanitar masalalar, bizni fuqarolarimiz hattoki qarindoshlari bilan uchrasha olmasdi boshqa davlatlarda. Ya'ni juda ko'p murakkab, nozik va og'ir masalalar yig'ilib qoldi. Lekin muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevich shu prezidentlikka kelganlarida birinchi kundan e'lon qildilarki, O'zbekistonni tashqi siyosatini dolzarb yo'nalishi bu qo'shni davlatlar bilan do'stona aloqalar qurish, yaxshi qo'shnichilik, o'zaro ishonch asosida. Va biz mana shu maqsadlarga erishdik. Bugun aytishimiz mumkinki, ikki tomonlama muammolardan biz xudo xolasa mana noyabr oyida 7-sammitni o'tkazamiz. Markaziy Osiyo davlatlarini rahbarlari yig'ilishadi. Shunda biz o'ylaymizki, bu ham qandaydir tarixiy uchrashuv bo'lishi kerak. Nega deganda, biz ikki tomonlama kun tartibidan umumiy masalalarga o'tamiz. Mintaqaviy masalalarga, hammani milliy va davlat manfaatlariga tegishli masalalarga o'tib, shu yerda biz hamkorlik qilamiz. Prezidentimiz siyosatimizga juda katta e'tibor berishadi, qo'llab-quvvatlashadi. Men shu sezganim havas bilan qo'llab-quvvatlashadi. Endi bu Amerika bilan hamkorlik kecha, bugun yo 1 yil oldin, 2 yil oldin boshlanmagan. Shu biz mustaqillikka erishgandan beri Amerika birinchi davlatlar orasida O'zbekistonni tan olib diplomatik aloqalarni o'rnatgan hamkorlik bo'lgan. Lekin bu hamkorlikni kun tartibi juda zaif bo'lgan. Nega deganda, bu kun tartibida faqat xavfsizlik, Afg'oniston va boshqa hech qanday bir jiddiy mavzu yo'q edi. Mana o'zimiz bilamiz, sal muammo chiqqanda hamma mana shu aloqalar buzilib ketganini ko'rganmiz. Hurmatli Shavkat Mirziyoyevich shu prezidentlikka kelganlarida 2018-yil rasmiy tashrif buyurdilar Amerika Qo'shma Shtatlariga. Prezident Tramp bilan uchrashdilar. Ana o'shanda bir yaxshi asos barpo etildi va ikkita prezident strategik hamkorlikni yangi davrini ochib berishdi. Bugungi tashrif to'satdan o'zidan o'zi yo bo'lmasa sessiyaga bog'liq tashrif bo'lgani yo'q. Mana shu oxirgi 5, 6, 7, 8 yilda keng qamrovli kun tartibi barpo etildi. Bu ya'ni biz siyosiy sohada hamkorlik qilyapmiz, xalqaro maydonda hamkorlik qilyapmiz. Mana biznes doirasini qiziqishini hammamiz guvoh bo'ldik. Bundan tashqari gumanitar sohada Amerika universiteti Toshkentda ochilyapti. Ingliz tiliga juda katta intilish bor va mana odamlar ham, bizning fuqarolar tez Amerikaga borib kelishyapti. O'zbekiston studentlarining soni yildan yilga juda ko'payib ketyapti. 2003-yil elchi bo'lib borganimda O'zbekiston fuqarolarining soni 50 ming, 60 ming edi. Hozir mana 250, 300 mingga ham yetadigan bo'lyapti, to'g'rimi? Hozirgi yangi avlod bular juda katta ilmga ega, borishi bilan mana shu Amerika jamiyatiga darrov shu integratsiya qilib, bularni yaxshi tanib, Amerika va O'zbekiston orasida qandaydir bir mustahkam ko'prik yaratishmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti
so'zlagan nutqlarida siz tilga olib o'tgan eng muhim omillardan biri o'sha Markaziy Osiyo masalasi ham bo'ldi. Biz ochiq aytamiz, biz mintaqaviy davlatmiz, ya'ni O'zbekiston bilan boshqa dunyo mamlakatlari aloqaga kirishar ekan, avvalambor mintaqadagi uning tutgan o'rni, do'stlari bilan qanchalik yaqinligi, bular ahamiyatga ega. Bizni bozorga kiruvchilar uchun ham albatta. Va O'zbekiston rahbari o'sha 8 yil avval bosh minbarda va'da beruvdilar. Hali unda hech narsa yo'q edi. Endi muloqotlar boshlanayotgan edi. Albatta tashriflar bo'lgan edi qo'shni mamlakatlarga. Ya'ni biz Markaziy Osiyoni yaqin hamkor, do'st makonga aylantiramiz deb qat'iy qarorlarni aytgandilar va xursand bo'lganim, o'sha zalda men ham o'tirdim va prezidentimiz mana shu qarorimizni aytgan edik. Bugun mana real mutlaq boshqa muhitda Markaziy Osiyoni taqdim etyapmiz dunyoda. Bu albatta prezidentimizni va prezidentimizni Markaziy Osiyodagi hamkasblari, ya'ni o'sha siyosiy liderlarning siyosiy irodasi tufayli amalga oshdi va bundan xalqlarimiz yutyapti. Mana shu nuqtai nazardan olib qaraganda o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bizning munosabatlarimizda ham strategik yo'nalish hisoblangan Markaziy Osiyo va yaqinda yana kuzatdim, Javlon Abdujalovich mana shu siz rahbarlik qilayotgan Markaziy Osiyo xalqaro instituti katta yirik anjuman o'tkazdi va o'tkazyapti ham nazarimda. Bunda o'sha dunyoni yirik think tanklari, ya'ni tahlil markazlari kelib, Markaziy Osiyoni buguni, kelajagi, o'tmishini tahlil qilishyapti va kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldindan prognoz qilib, shunga olib bormaslik uchun harakat qilishyapti. Mana shu Birlashgan Millatlar Tashkilotida so'zlangan nutqdagi aynan mana bergan urg'ularini siz qanday tahlil qilib bergan bo'lardingiz va shu bo'lib o'tgan anjuman haqida ham ozgina axborot bersangiz. Tahlilchi sifatida shuni aytib o'tishim lozimki, O'zbekiston rahbariyatini bugungi siyosatini agar keng ommada xalqaro hamjamiyat tomonidan, xususan Amerika ekspertlari, G'arb ekspertlari tomonidan baholanadigan bo'lsak, ular Prezident Mirziyoyev merosining 3 ta asosiy ustuvor yo'nalishini belgilab o'tishadi. Uning ikkitasini mana Abdulaziz Xayevchi o'zlari ta'kidlab o'tdilar. Bu albatta shu ichki siyosatimizdagi liberallashtirish bosqichi. Ikkinchisi bu yaqin qo'shnichilik munosabatlari, qo'shnilarimiz bilan ishonchli, uzoq muddatli, konstruktiv va pragmatik munosabatlarni rivojlantirishga qaratilgan edi. Va uchinchisi bu albatta Afg'oniston. Afg'onistonga bo'lgan munosabatimiz oxirgi mana 8 yilda tubdan o'zgardi. Va siyosatimizni negizida bir g'oya, bitta konsepsiya yotadi. Bu konsepsiyani asosiy mohiyati barqarorlikni ta'minlash, o'zaro bog'liqlik orqali ilgari surish. Bu degani shu Afg'onistonni shu bugungi kunda mintaqamizda kechayotgan jarayonlarga jalb qilish, uni so'zda emas, amalda Markaziy Osiyodagi shu integratsiya jarayonlariga taklif qilib, uni ajralmas qismi sifatida e'tirof etish. 3 ta asosiy ustunlardan bo'lmish Markaziy Osiyoga, xususan Markaziy Osiyo xalqaro institutining asosiy ustuvor vazifasi deb belgilangan shu yaqin qo'shnichilik siyosatiga agar e'tiborni qaratadigan bo'lsak, Markaziy Osiyodagi yaqin qo'shnichilik siyosatini meni nazarimda oliy maqsadi mintaqamizni jozibadorligini oshirish. Mintaqaga shu uzoq kutilgan xorijiy sarmoyalarni jalb etish, Markaziy Osiyoni eksport salohiyatini ko'tarish va albatta bu mintaqaga, xususan O'zbekistonga turistlar oqimini oshirishdan iborat. Buni albatta O'zbekiston bir o'ziga mushkul masala. Shu sababdan men nazarimda shu davlatimiz rahbarini ilgari surayotgan siyosatlari aynan shu 3 ta oliy maqsadni oxirgi yillar davomida ko'zlab kelmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan va Markaziy Osiyo aql markazlarini tarixda birinchi forumini Markaziy Osiyo xalqaro institutida o'tkazish sharafiga muyassar bo'ldik. Buni endi asosiy sabablardan biri shu 2015-yilda Samarqand shahrida bu formatni joriy etilgani, tuzilganini nishonlash va kelgusidagi oliy darajadagi muloqotlarni kun tartibini muayyan masalalar bilan amaliy ahamiyatga ega bo'lgan taklif va tashabbuslar bilan to'ldirishdan iborat edi. Bu anjumanimizga mintaqamizda, xususan O'zbekistonda uzoq yillar davomida o'z faoliyatini yuritib kelgan AQSh diplomatlari, elchilari, sobiq elchilari tashrif buyurishdi. Yetuk aql markazlarining vakillari,
ham ishtirok etishdi. Nafaqat Amerikadan, balki butun mintaqadan. Ularning deyarli barchasi bir ovozdan Markaziy Osiyodagi hozirgi vaziyat faqat va faqat O'zbekiston va O'zbekiston rahbariyatini shu oxirgi 8 yil davomida ilgari surayotgan siyosat bilan bog'liqligini ta'kidlab o'tishdi. Mana bitta misol keltiraman. Agar shu 2016-yilgacha davrni bir ko'radigan bo'lsak, Markaziy Osiyo plus formatidagi muzokaralar platformalari atigi 3 ta davlatdan bor edi. Yaponiya, Janubiy Koreya va Amerika Qo'shma Shtatlari. Va oxirgi 8 yil bilan agar solishtiradigan bo'lsak, bu platformalarning soni qariyb 10 dan ortdi. Bugungi kunga kelib mintaqamiz katta yettilikning 6 ta davlat bilan to'g'ridan to'g'ri muloqot qilyapti. Katta 20 talikni 11 ta davlati bilan bu formatdagi muloqotimizni ilgari suryapmiz. Bundan tashqari, agar shu davlatlarni umumiy jahon iqtisodiyotiga ulushiga agar qaraydigan bo'lsak, yalpi ichki ishlab chiqarish mahsulotlarining 75% aynan shu davlatlarga to'g'ri kelar ekan. Va bu davlatlar bugungi kunda mana Markaziy Osiyoga talpinib va shu platformada bizlar bilan ishlashga o'zini ishtiyoqini ham, tayyorligini ham ko'rsatib kelyapti. Yana bir bor ta'kidlab o'tmoqchiman, buning negizida albatta O'zbekistonni yaqin qo'shnichilik siyosatini to'g'ridan to'g'ri bir mahsuli sifatida ko'rsa bo'ladi. Abdulaziz Hafizovich, mana tashrifni hamma kuzatdi. Nafaqat bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining 80-yubiley sessiyasida ishtirok, balki Amerika Qo'shma Shtatlarida 20 ga yaqin investitsiya tashkilotlari, xalqaro moliya tashkilotlari vakillari bilan uchrashuvlar, yana 57 ta amerikalik va o'zbekistonlik biznes vakillari bilan bir muloqot tashkil etildi. Ushbu uchrashuvlarda erishilgan bu kelishuvlar, yangi loyihalarni bu O'zbekistonni, nafaqat O'zbekistonni, balki mintaqamizni iqtisodiy taraqqiyotiga ahamiyati qanaqa? Amerikaga tashrif buyurilganda hurmatli prezidentimizni kun tartiblari juda keng edi. Nafaqat mana shu sessiyadagi ma'ruza, hattoki Amerika vakillari bilan avvalambor Amerika prezidenti bilan uchrashish va ayniqsa biznes doirasi bilan juda bir ajoyib, hech qachon oldin bo'lmagan uchrashuv bo'ldi. Keng qamrovli. Birinchidan bu yerda nafaqat biznes vakillari, administratsiya vakillari, prezident Trampni mana shu Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo bo'yicha mas'ul yordamchisi Sergio Gor ishtirok etdi. Savdo vazirining muovini ishtirok etdi va boshqa rasmiy vakillar juda faol ishtirok etib, ma'ruza qilib, mana shu O'zbekiston bilan biznesni rivojlantirish shu jarayonni qo'llab-quvvatlashdi. Hozirgi kunlarda mana shu hammasi erishilgan kontraktlar, Boeing bo'yicha, keyin haligi geologiya bo'yicha va savdo bo'yicha, texnologiyalar bo'yicha hammasi yaxshi keng yoritildi. Lekin bir narsani aytib o'tish kerak, qanday manfaatlarimiz bor Amerikadan. Avvalambor Amerikani mana shu ichki yalpi mahsuloti butun dunyoda eng katta. 29-30 trillionga yetyapti, to'g'rimi? Boshqa katta eng yirik davlatlardagi 18 dan pastga ketadi. Shuning uchun buni solishtirmam bo'lmaydi. Ikkinchidan, mana shu texnologiya nuqtai nazardan eng rivojlangan davlat va juda katta harbiy qudratga ega davlat. Bundan tashqari hozir mana prezident Tramp bilan bizni dunyoqarashimiz, bizni munosabatlarimiz regional, mintaqaviy va xalqaro masalalarga bir-biriga juda yaqin bo'lyapti. Shu bitta misol keltiraman. Muhtaram prezidentimiz juda bir o'tkir, keskin masalani ko'tardilar. Bu G'azada bo'layotgan voqealardi. O'sha yerda takliflar bilan chiqdilarki, mana shu o'zini yo'lini topish kerak, bu qarama-qarshilikni, zo'ravonlikni to'xtatish kerak. Haqiqatan ham mana boshqa davlatlar aytayotgandek, yerda ochiqdan-ochiq genotsid bo'lyapti. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti 2-3 kun oldin yangi tashabbus bilan chiqdi. Men shaxsan mana ko'p yil ishlaganman Yaqin Sharqda, o'ylaymanki, shu tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash mumkin. Hattoki mana hozir yirik katta arab davlatlarining rahbarlari shuni qabul qilib qo'llab-quvvatlayapti. Agar mana shu jarayon rivojlanib, tinchlik o'rnatilsa G'azada, mana bizni prezidentimizning munosabati, biz prezidentimizning pozitsiyalari
mana shu Amerika Qo'shma Shtatlariga ham juda yaqin bo'ladi. Shuning uchun nafaqat biznes doira va boshqa yo'nalishlarda ham biz keng hamkorlik qilyapmiz. Javlon akani shu Markaziy Osiyo bo'yicha gapirgan gaplariga bitta ikkita narsa qo'shmoqchi edim. Haqiqatan ham Markaziy Osiyo bu bizni tashqi siyosatimizda asosiy yo'nalishi. Hurmatli Shavkat Miromonovich shu prezidentlikka kelganlarida oldilarida juda murakkab masalalar, muammolar bor edi. Eng asosiysi nimadan iborat edi? Biz yo'qotgan eng muhim, eng qimmatli narsa bu o'zaro ishonchdir, qo'shilaminan. Endi bu o'zaro ishonchni yo'qolgandan keyin yangidan tiklash oson ish emas. Bu yig'ilgan masalalarni hal qilish uchun oldin mana shu aloqalarni qandaydir yaqinlashtirish kerak edi, o'zaro ishonchni tiklash kerak edi. Nega deganda to'satdan borib qani kelinglar, o'tinglar bo'lmasa biz chegara bo'yicha bir gaplashib olaylik degan bilan ish bitmaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Prezidentimizning dona siyosatlari tufayli o'zaro ishonch tiklandi, ko'p masalalar hal bo'ldi. Ya'ni biz hozir yangi siyosiy muhitda yashayapmiz. To'g'ri. Bu mana shu Markaziy Osiyo bo'yicha. Abdulaziz Hafizovich hozir juda ham muhim nuqta haqida gapirdingiz, bu o'zaro ishonch. O'zi haqiqatni aytadigan bo'lsak, ochig'ini aytadigan bo'lsak, bu ishonch mamlakat ichkarisida ham davlat va xalq o'rtasidagi ishonch, davlatning o'z xalqiga, xalqning o'z davlatiga bo'lgan ishonch nuqtai nazaridan ham bir qator savollar yig'ilib qolgan. Rahbarimiz prezidentlikka kelgach avvalambor tiklagan ishonchlari nazarimda shu bo'ldi. Xalqimizni davlatga ishonchini 100% qaytarish. Xalqimiz o'z davlatiga 100% ishonch qaytdi va davlatning ham o'z xalqiga ishonchi qaytganidan bir guvoh bo'ldik va qo'shni davlatlarga bu yoyildi. O'sha siz aytgandek o'zaro ishonchni yo'qolishi, chegaralarimizni yopilishi, nafaqat yopilishi, minalar o'rnatilishi, vizalar kiritilishi, bu o'sha tili bir, madaniyati bir, dini bir bo'lgan bir xalqlarni o'zaro bordi kelisini to'xtashigacha yetib borgan. Bu ishonchni qaytishi ikkinchi bosqichda mintaqaviy va bugun o'sha Amerikaga bo'lgan tashrif, o'sha BMTning yubiley sammitida so'zlangan nutq va O'zbekiston davlatiga, prezidentiga bo'lgan xalqaro qiziqishni, hurmatni ko'rib, bizga, davlatimizga xalqaro ishonchni ham qayta tiklanganiga guvoh bo'ldi. Albatta. Nafaqat biz, bunga butun dunyo guvoh bo'ldi-da. Men so'ramoqchi bo'lgan narsa, bugun mintaqaviy ishonch va xalqaro ishonch qozonish bosqichidan o'tganimizga butun dunyo guvoh bo'ldi. Endi keyingi qadamlarimiz, O'zbekistonning keyingi bir chaqiriqlari nimadan iborat bo'ladi? Amerika Qo'shma Shtatlari bilan va boshqa yirik davlatlari bilan, o'zimizning xalqaro hamkorlarimiz bilan biz doim bularga shu ishonch tug'dirish uchun ta'kidlab aytamizki, bizning islohotlarimizda hech qanday orqaga qaytish bo'lishi mumkin emas. Birinchidan bu asosiy masala oldimizda turgan mana shu islohotlarda davom etish. Demokratik o'zgarishlardir. Bu demokratik o'zgarishlar bo'yicha ko'p yillar mobaynida juda katta olish bo'lgan. Masalan, ko'p narsalar to'xtab qoluvdi. Nega deganda bizda mana shu muammolar bor, ayniqsa bolalar mehnati, majburiy mehnat, diniy erkinlik va boshqa masalalar bo'yicha. Lekin muhtaram Shavkat Miromonovich juda bitta shu oqilona siyosatga olib borib, diqqat markazida O'zbekistonni ushlab turib, shu xulosaga keldilarki, haqiqatan ham shunaqa muammolar bor. Bu muammolarni biz xalqaro tashkilotlar uchun yo bo'lmasa Amerika Qo'shma Shtatlari uchun hal qilmaymiz. Avvalambor mana siz aytgandek, o'zimizning xalqimiz uchun, o'zimizning xalqimizni ishonchiga ega bo'lish uchun. Mana shu masalalar hal bo'lganda, ayniqsa mana shu men juda xursand bo'laman. Ko'p bu sohada ishlaganmiz. Ko'p marta shu Amerikaga tashrif buyurganmiz, xalqaro tashkilotlar bilan olishganmiz. Mana shu bolalar mehnati muammosini, majburiy mehnatni, diniy erkinlikni hal qilgandan keyin o'zimizning jamiyatimiz yanada boy bo'ldi va mustahkam bo'ldi. Ayniqsa bolalarga men juda xursand bo'laman. Nega deganda har yili 3-4 oy paxtada o'tadi, to'g'rimi? Har yili 4 oy paxtada o'tsa,
10 yilda qancha vaqt bo'ladi bu? 2 yil o'qish ketadi. 2 yil o'qishda qanday o'sha ilmga ega bo'lish mumkin, to'g'rimi? Va sog'lom bo'lishi mumkin. Avvalambor bu milliy manfaatimizga javob beradi. O'ylaymanki, nafaqat bolalar, ota-onalari ham juda xursand bundan. Va majburiy mehnat ham. Mana o'qituvchilar borishardi paxtaga 3-4 oy o'qish to'xtab qolardi. Bu ham noto'g'ri bo'lgan. Mana hozir endi butun iqtisodiyotimizni tizimi o'zgardi. Mana paxta o'z yo'li bilan ketyapti. Hech kim qandaydir muammo sezayotgani yo'q. Rahbarimiz ta'biri bilan aytganda, hammasi manfaatga qo'yib berildi. Kim bundan manfaatdor bo'lsa, o'sha shug'ullanyapti. Kim bundan manfaatdor bo'lsa, paxtani o'sha teryapti. Mana shu ochiq, erkin bozor iqtisodi, to'g'rimi? To'g'ri. Bizga ham kerak va bizni xalqaro hamkorlarimizga ham kerak emas. Hozir mana muzokaralarda avval inson huquqlari, demokratiyani ta'minla degan o'sha olib borib olib kelardi deyapsiz-ku. Nafaqat Amerika, umuman G'arb bilan aloqalarimizda oson bo'lmaganda diplomatlarimizga. Diplomatlar aytadigan ibora bor, ya'ni tashqi siyosat bu ichki siyosatning davomi. Bu yoqni hal qilmasdan turib, u yoqda bir ish kelishib olish qiyin debdi. Hozir endi rakurs, ritorika qanday o'zgardi? Ya'ni bizdan nima so'rashyapti? Mana bu shartlar bormi bajarishimiz kerak bo'lgan yoki hammasi o'zgarganidan ular mamnun va hamkorlik loyihalariga hamisha ochiqligini bildiryaptimi? Siz ichkarida bo'ldingiz-ku o'sha TTT uchrashuvlarda. Savol doim kun tartibida turibdi. Nega deganda, mana shu demokratik o'zgarishlarda qandaydir shu oxirgi nima deydi, to'xtash, xuddi haligi poyezdda ketayotganda mana keldik degan gap bo'lishi mumkin emas. Bu davlat qancha shu rivojlangan sari shunchalik mana shu jarayon davom etadi doim. Kamchiliklar chiqib turadi. Yangi chaqiriqlar chiqadi. Chet davlatlarda mana hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida biroz nafasini bosib, bunaqa o'tkir masalalarda kam ko'tarishyapti. Lekin bu yerda Yevropa bor, bu yerda hech narsa o'zgargani yo'q. Yevropada mana shu inson huquqlari tashkilotlari juda rivojlangan. Ular bor. Ularga biz eshigimizni yopayotganimiz yo'q. Marhamat kelsin, ko'rsin, bizga nasihat bersin. Agar bu bizga ma'qul bo'lsa, albatta birga ishlaymiz. Ma'qul bo'lmasa, mentalitetimizga, bizim an'analarimizga to'g'ri kelmasa, biz buni qabul qilmaymiz. Lekin kun tartibimizda qandaydir yopiq mavzu yo'q. Mutlaqo. O'zbekiston ochiq baton. O'zbekiston ochiq davlat. Tashrif davomida Prezident Trampning shu ijtimoiy tarmoqlarda yozgan postidagi bir so'zi sarlavhalarga chiqib ketdi-da. Prezident Mirziyoyev bir so'zli odam degan so'zi. Bu juda ko'p sarlavhalarda uchratdik. Juda ko'p tillarda, mintaqada ham, qo'shni davlatlar jurnalistlari ham buni e'tirof etishdi. Dunyo e'tirof etdi. Mening nazarimda mana shu so'z misolida, prezidentimizga nisbatan ishlatilgan so'z misolida bugungi O'zbekistonga bo'lgan ishonch haqida ham gap ketyapti. Bugungi O'zbekiston bir so'zli, bugungi O'zbekiston xalqi va prezidenti bir so'zli. Boya aytganimiz o'sha xalqaro ishonchni bir dunyo yetakchi mamlakatining rahbarining tilidan bir yaqqol ifodasi bo'ldi-da. Biz o'zimiz shaxsan mana shu delegatsiya a'zosi bo'lib borganimizda shu prezident Trampning ana shu so'zlarini eshitdik. Albatta prezident Tramp endi bekordan bekorga bunaqa gaplar gapirmaydi deganda atrofida ko'p yordamchilari bor, mana shu hamma bo'layotgan ishlarni kuzatib turadi va bu fikrni oldindan bildirardi. Prezident Mirziyoyev mana shu o'zini gapini ustidan turadigan shaxs deb bir necha marta aytgan. Juda to'g'ri aytdingiz. Kuchli ishonch bildirishga juda katta asos bo'ldi. Jalol Javod Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'sha yubiley sessiyasida davlat rahbarining so'zlagan nutqlarida umuman xalqaro xavfsizlik, hamkorlikka bag'ishlangan bir necha bir muhim tashabbuslar ilgari surildi va hammada bir savol tug'iladi. Bu tashabbuslarni, ya'ni amaliy samarasi nimalarda ko'riladi? Birlashgan Millatlar Tashkilotining yuqori minbaridan ilgari surilgan tashabbuslar, takliflarga agar to'xtaladigan bo'lsak, mana amaliy jihatdan bir so'radingiz. 2016-yilda umuman xorijdan kelayotgan sayyohlarning soni 1,5-2 million atrofida bo'lgan. O'tgan yili mana 8 milliondan ortdi. Millionga boradi bu yili. Hozirgi yilda tahlillarimiz bo'yicha 10 yilga ham chiqish, 10 millionga chiqishi ham ehtimoli juda yuqori.
Man nimaga bu raqam keltiryapman? 2025-yilning birinchi yarim yilligida mamlakatimizga 4 milliondan ortiq xorijiy mehmonlar tashrif buyurishibdi. Va ularning aksariyati bu qo'shni davlatlarning fuqarolari. Birinchi o'rinda hozirgi kunda mana Qirg'iziston Respublikasining fuqarolari qariyb 1 million 200 ming nafarga yetdi. Ikkinchi o'rinda bu Tojikistondan kelayotgan fuqarolar. Shu ko'chalarda Javlon aka ko'zimiz ham o'rganib qoldi. Qo'shni mamlakatlarning o'sha mashinalari, davlat raqamlari. Boshida hayron bo'la boshladik. Bundan hayratga tushdik. Bugun ko'zimiz o'rganib qoldi. Odatga aylandi shu. Albatta bu ham mana bu o'zgarishlarni bir natijasi o'sha o'zimizning ko'zimizning oldida ko'chalarda ko'rayotgan o'sha harakatlanayotgan avtoulovlarga qarab, qo'shni davlatlardan kelayotgan avtoulovlarga qarab xulosa qilsak bo'ladi. Endi ikkinchisi bu albatta savdo, iqtisodiyot, sarmoyalar. Bu to'g'risida davlatimiz rahbari juda ko'p gapiradi, kuyunib gapiradi. Uni ham solishtiradigan bo'lsak, mintaqaga jalb qilingan o'sha sarmoyalarning umumiy ko'lami qariyb 2,5 barobarga oshdi. Bunaqa holat avvallari kuzatilmagan. Buni ham mana oxirgi shu 7-8 yil ichida biz diqqat bilan ko'rib boryapmiz. Hozirgi kunda Markaziy Osiyo 5ligi sammitiga katta tayyorgarlik ishlari olib borilyapti. Shu nuqtai nazardan Markaziy Osiyo xalqaro instituti vakili sifatida shuni alohida aytib o'tmoqchi edimki, bo'lajak sammit mana 25-yilda ikkinchi marotaba Toshkent shahrida o'tkaziladi. Birinchi marotaba 2019-yilda bo'lib o'tgan edi. Avvalgi 8 yil davomida shu davlatlar orasida asosan shu ikki tomonlama bahs munozaralarni hal qilishga agar e'tibor qaratgan bo'lsak, men aytmoqchiman shu O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasidagi shu chegara shartnomasi, mana bu yil Tojikiston Qirg'iziston chegara shartnomasi va o'sha Tojikiston hududida Xo'jand deklaratsiyasini qabul qilish ham bu ham demak bo'lajak Toshkent sammitiga o'z ta'sirini o'tkazmasligi mumkin emas. Shu nuqtai nazardan o'sha boya aytib o'tilgan fikrga qo'shimcha sifatida ham aytmoqchi edimki, aynan shu bu yil 7-marta bo'lib o'tadigan o'sha sammitga e'tibor ham dunyo jahon hamjamiyatining ham e'tibori katta, O'zbekiston rahbariyatining ham e'tibori juda yuqori deb bilaman. So'nggi Amerikaga bo'lgan tashrifda ham umuman davlatimiz rahbarining turli xorijiy tashriflarida yana bir narsani alohida kuzatyapmiz. Ya'ni xorijda yashayotgan vatandoshlarimizni bugun davlatimizga, prezidentimizga intilishi, ishonchi, shu uchrashuvlarda yaqqol namoyon bo'lyapti-da. Mana so'nggi tashrifda ham buni kuzatdik. Shaxsan o'zim bir film premyerasi va malaka oshirish bahonasida Amerika Qo'shma Shtatlariga ijodiy guruhimiz bilan tashrif buyurganimiz esimda. Bu paytda Jalol siz elchi sifatida faoliyat yuritayotgandingiz. O'shanda shaxsan o'zim guvohi bo'lgandim. O'sha Florida shtatida istiqomat qilayotgan fuqarolarimiz o'sha pasportga bo'lgan, pasportni yangilashga bo'lgan murojaatlari shaxsan elchi tomonidan borib ularga pasportlari qo'llariga topshirilayotgan. O'sha yerda turib elchixonaning xizmatidan foydalangan holda men savol bermoqchiman. Mana shu jarayon qanday o'zgardi? O'zbekistonning nafaqat mamlakat ichkarisidagi fuqarolariga, tashqarida istiqomat qilayotgan fuqarolariga munosabati va ularning himoyasiga ko'rsatayotgan e'tibori qanday o'zgardi? Mamlakatdagi tub o'zgarishlar xorijdagi vakolatxonalarimizni faoliyatiga ta'sir etmasligi mumkin emas edi. Albatta bu ochiqlik siyosatini, o'sha liberallashtirish qadamlarini elchixona darajasida ham ilgari surish bu bizning asosiy vazifalarimizdan etib belgilangan edi. Avvallari ochig'ini aytsak, mana birgalikda biz uzoq yillar davomida xizmat faoliyatini yuritganmiz xorijda, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida. Bu davr bilan solishtiradigan bo'lsak, o'sha izolyatsiyadan chiqish, vatandoshlarimizni hozirgi yurtimizda bo'layotgan o'zgarishlarga keng jalb qilish vazifasi ham bizga yuklatilgan edi. Umuman O'zbekiston diplomatik korpusi oldiga qo'yilgan vazifalardan hammamizga ma'lum bo'lgan 3 ta vazifa bu xorijdan investitsiyalarni jalb qilish, elchixonalarimizga biriktirilgan hududlardagi o'sha eksport salohiyatini oshirish va uchinchisi xorijiy sayyohlar sonini ko'paytirish vazifasi belgilangan edi. Va 4-chi eng muhim nazarimda yo'nalishlardan bittasi bu vatandoshlarga bo'lgan munosabatimizni tubdan o'zgartirish, ularni vatanda kechayotgan o'zgarishlarga, islohotlarga jalb qilish. Bu yana bitta vazifa sifatida bizga belgilab berilgan edi. Nazarimda mana shu 4 ta ustun, 4 ta asosiy vazifalar bugungi kunda barcha
xorijda faoliyat yuritgan elchixonalarimizga daxldor. Vatandoshlarimizga keladigan bo'lsak, mana bitta misol keltirmoqchi edim. Hurmatli davlatimiz rahbari Amerikaga mana 4-marta yanglishmasam tashrif buyurdilar. Har safar borganlarida albatta kun tartibida vatandoshlar bilan uchrashish masalasi har doim bo'lgan. Agar shu mana 2018-yilda ham agar kuzatgan bo'lsangiz, shu paytda ham vatandoshlar bilan uchrashuvni tashkillashtirganimizda hozirgi shu tarqalgan rasmlar va kuni kecha shu bo'lgan rasmlar agar solishtiradigan bo'lsak, sonini 2 emas, 3 emas, 4-5 barobar oshganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Bu albatta yaxshi, men nazarimda alomat. Bu o'sha yerda xorijda yashayotgan yurtdoshlarimizni vatan bilan bo'lgan aloqalar uzmaganligi va u yerda kechayotgan jarayonlarga ular to'g'ridan to'g'ri o'zini hissasini qo'shishiga qaratilganini guvohi bo'lyapmiz. Bundan tashqari mana talabalar to'g'risida ham bir-ikki og'iz aytib o'tdilar. Hozirgi kunda xususan mana shu El-yurt jamg'armasi dasturi orqali xorijga har yili o'rtacha 500 ga yaqin talabalar ketyapti. Va ularning aksariyat qismi shu 150-200 ga yaqini bu Amerika Qo'shma Shtatlaridagi ilg'or universitetlarda bugungi kunda tahsil olayotgan talabalarimiz. Bu ham shu avvallari kuzatilmagan va bugungi kunda katta ishtiyoq bilan o'sha yerda tahsil olayotgan va kelajagini aynan o'zini vatani bilan, yurti bilan bog'layotgan yoshlarni eng ilg'or vakillari. Hozirgi kunda shu kechayotgan islohotlarga va nazarimda bu yigit qizlarimiz erta bitirib kelgandan keyin o'zini to'g'ridan to'g'ri hissasini qo'shadi degan umiddaman. Abdulla Safizovich, mana Amerika Qo'shma Shtatlariga tashrifni eng muhim bir tadbirlardan biri bu davlat rahbarini Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp bilan uchrashuvi bo'ldi. Yubiley sessiyasiga tashrif buyurgan davlat va hukumat rahbarlari juda ham ko'p edi, lekin hammasida ham AQSh rahbari bilan uchrashish imkoniyati bo'lmadi va bu uchrashuvni bir amaliy ahamiyati, undagi bir erishilgan balkim kelishuv yoki bir o'zaro bir yakdil fikrlarni ahamiyati nima deydi? Haqiqatan ham Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp bir katta uchrashuv o'tkazdilar. Bu musulmon davlatlari bilan bir menimcha bir 10 tacha rahbarlar ishtirok etdi va bunga qo'shimcha mana O'zbekiston prezidenti, keyin Ukraina prezidenti va yana Argentina prezidenti bilan uchrashdilar. Shu O'zbekistonga shu aytishimiz mumkin, shunchalik katta e'tibor berildi. Endi buni kelajagi bo'yicha mana bu yerda fikr almashdik. Shartnomalar bo'yicha hammamizda yaxshi xabarlarimiz bor, ayniqsa shu iqtisodiy sohada va biznes sohasida bizni Amerika Qo'shma Shtatlari bilan siyosiy kun tartibimizda hech qanday muammolar yo'q. Shuning uchun biz asosiy e'tiborni mana shu Amerika Qo'shma Shtatlari bilan iqtisodiy, tijorat sohasida, texnologiya sohalariga asosiy e'tibor beramiz. Kelajakda o'ylaymizki, mana shu yo'nalishlarni biz yana kuchaytirib, mana shu yo'nalishlardan foydalanishga biz kelajakda harakat qilamiz. O'zi umuman prezidentimiz har doim aytadilar-ku, diplomatiya bu diplomatiya uchun bordi keldi bo'lmasin, ko'proq biznesga xizmat qilsin. Mana hozir siz aytdingiz, shu siyosiy masala yo'q, iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish ko'tarilyapti AQSh bilan munosabatlarda ham deb. O'sha kuni kun davomida agar o'sha davra suhbati bo'lgan kuni ungacha va undan keyin qaraydigan bo'lsak, Toshkentda soat tungi 2-3 edida, lekin prezidentimiz o'sha katta kompaniyalar bilan muloqot o'tkazdilar. 4 ta yo'nalishda bizda loyihalar bor, kelinglar, qatnashinglar degan katta chaqiriq bilan chiqdilar. Maxsus vakil elchi bo'lmasa-da o'sha shunga teng keladigan barcha muammolarni rahbarga yetkazish mumkin bo'lgan bir shaxsni tayinladilar O'zbekiston tomonidan. Munosabatlar rivojlanishi uchun, diplomatiyamiz tadbirkorlikni rivojlantirishi uchun prezidentning o'zi yo'l yo'riq ko'rsatyapti va o'sha ishlaydigan mexanizmni ham yaratib beryapti-da. Javlon aka, o'zi umuman Markaziy Osiyo nuqtai nazaridan
o'sha xalqaro yirik konglomeratlar, yirik korporatsiyalar bilan muloqotimiz prezidentimizni qiladigan muloqoti u yoki bu davlatga borib butun mintaqani ham rivojlantirishi mumkinligiga biz ko'ryapmiz, guvoh bo'lyapmiz. Siz mana shu ko'rsatkichlardan yaxshi xabardorsiz. Mana shu o'tgan davrda Markaziy Osiyoga kirib kelayotgan, ishonch bildirayotgan investitsiya hajmi, kelajagi haqida qanday tahlillarimiz bor? Faoliyatim davrida xizmat safarlarida juda ko'p Amerikani shtatlarida bo'lganman va u yerdagi mahalliy o'sha biznes vakillari, o'sha shtatlarning gubernatorlari bilan ham uchrashganimda shu bir kam uchraydigan noyob, bir antiqa yo'nalish sifatida mana davlatimiz rahbari shu vazifani oldimizga qo'yib berganlar. Elchixona hozir faqat shu bilan shug'ullanyapti. Sarmoyalarni jalb qilish, vatanimizda ishchi o'rinlarni yaratish, mamlakatni o'sha eksport salohiyatini oshirishga asosiy e'tibor shunga qaratilgan va bundan tashqari shu bizga biriktirilgan viloyatlarni ilgari surish va aloqalarni kengaytirishni to'g'risida gapirganda o'sha Amerika gubernatorlari ham menga savol beradi, nimaga bizni elchimiz bu ishlar bilan bu yerda shug'ullanmaydi? Men bu masalani ko'taraman. Albatta, shu Washingtonga borganimda, kongressda uchrashganimda aslida bizani ham demak manfaatlarimizni aynan o'sha diplomatik vakolatlarimiz ilgari surish kerak. Bu juda katta bir biz uchun namuna va bunga biz tayanishimiz ham kerak va shuni o'zimizni AQSh miqyosida amalga oshirishimiz kerak degan bir fikrlarni ham eshitganman-da. Endi biznes va umuman investitsiyaviy jozibadorlikni oshirishga agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, endi tahlilchi sifatida men har yili shu Amerika Qo'shma Shtatlari davlat departamenti tomonidan dunyo kesimida, dunyo davlatlari kesimida xorijiy investitsiyalar muhitini baholashga oid maxsus xulosalar bilan tanishib chiqaman va shu xulosalardan bittasi O'zbekistonga ayniqsa oid. O'zbekiston hukumatning investitsiya jalb qilish va tashqi savdoni diversifikatsiya qilish, ichki iste'molni rag'batlantirish, barqaror ish o'rinlari yaratish orqali farovonlikni oshirish hamda muvozanatli moliya siyosatini yuritish orqali iqtisodiy o'sishni barqaror ta'minlashga qaratilgan doimiy sa'y harakatlari O'zbekistonni tashqi geosiyosiy omillardan nisbatan muhofaza qilmoqda. Bu juda katta e'tirof, katta baho biz uchun va hech kimga sir emas, o'sha Amerika biznes hamjamiyatini kayfiyatiga qarab boshqa biznes vakillari Yevropa bo'ladimi, Osiyodagi ilg'or kompaniyalar bo'ladimi, o'shalarga qarab keyingi qadamlarni ham ular ham belgilab olishadi. Mana bitta dona misol yana keltirib o'tish mumkin. Bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarini ta'siri jihatdan va moliyaviy ko'magi nuqtai nazaridan o'sha O'zbekiston Respublikasi bilan yaqindan ishlab kelayotgan Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi va shu kabi yetuk ilg'or xalqaro moliya institutlar faoliyatiga ta'siri to'g'ridan to'g'ri o'tkaziladi. Shu ma'noda ham shu boyga bergan savolingiz, nima uchun AQSh bilan munosabatlar O'zbekiston uchun juda muhim. Bizni hozirgi olib borayotgan shu islohotlarimizga moliyaviy yordam faqat shu asosiy banklardan kelmoqda va u yerdagi Amerikani ulushi juda yuqori va shu nuqtai nazardan bu davlat bilan pragmatik, uzoq muddatli, ishonchli muloqotni o'rnatish va nazarimda bu O'zbekistonning asosiy tashqi siyosiy vazifalaridan biri hisoblanishi kerak. Rahmat. Har qanday xorijga tashrifdan so'ng davlatimiz rahbari o'zini jamoasini oldiga vazifa qo'yadilar. Siz kelib o'zingizni bu yerda hamkasbingiz bilan ishlab ketdingizmi? Xalqqa nima olib borasiz? Nima natija bilan qaytamiz? Xalqimiz, prezidentimiz borib nima bizga yangilik olib keldi deb kutadi degan gapni ko'p aytadilar. Amerikaga amalga oshirilgan, Nyu-Yorkda o'tkazilgan muzokaralarning tarixiy ekanligini e'tirof etyapmiz. Insonlar, oddiy odamlar kelajakda mana shu tarixiy ahamiyatni oddiy hayotida, kundalik hayotda qanday ta'sirini ko'rishi mumkin? Avvalambor asosiy vazifalarni prezidentimiz oldimizda qo'yib berdilar. Va bu haqiqatan ham tarixiy tashrif bo'ldi. Hammamiz mana shu O'zbekiston fuqarolari birga prezident bilan hamkorlik qilgan delegatsiya a'zolari avvalambor biz juda g'ururlanamiz. O'zimizni prezidentimizni shunchalik yuqori
obro'laridan, shunchalik hurmatga sazovor bo'lganlaridan, Amerika bilan hamkorlik qilishda manfaatlarimiz juda katta, har bir sohada bor. Suvni olamizmi, iqtisodni olamizmi yoki ta'lim sohasini olamizmi? O'ylaymanki, bu tashrif biz uchun, bizni xalqimiz uchun, ayniqsa bizni yoshlar uchun juda katta imkoniyatlarni ochib beradi. Hozir endi bu yerda batafsil to'xtab o'tishga hojat yo'q. Nega deganda juda katta guruh hozir bu yo'l xaritasi ustidan ish olib borishyapti. Mana shu hujjatlarda rasmiy ravishda hamma mana shu bizga tegishli va qayerda biz qanday shu o'zimizni manfaatimizga javob beradigan yordam olishimiz mumkin bo'lganini hammasini belgilab beramiz. Lekin o'ylaymanki, umuman mana shu O'zbekiston uchun muhit o'zgargani ham bu ham juda katta gap atrofida. O'z paytida biz bir necha marta mana o'zim xabaringiz bor, shu yerlarda ishlatardik. Hozir ham ishlatsak juda bo'ladi. Bu dolzarb masalalar. O'zbekiston o'zi uchun jahonda ochyapti, jahon O'zbekistonni ochyapti. Shuning uchun mana hozir bizni vatandoshlar to'g'risida suhbat bo'ldi. Vatandoshlarimiz ko'p davlatlarda hozir xizmat qilishyapti, ishlashyapti, o'qishyapti. Mana shuni qo'llab-quvvatlash kerak. Ya'ni umuman qilib aytganda mana shu tashrif, tarixiy tashrif O'zbekiston xalqi uchun, O'zbekiston manfaati uchun juda katta buyuk imkoniyatlarni ochib beradi deb niyat qilamiz. Aytganingiz bo'lsin. Xulosaga yasaydigan bo'lsak, men o'sha tashrif davomida sizni o'sha hamkasbingiz, ular ham elchi bo'lib ishlaganlar Sodiq Salixovich bilan gaplashganda aytdilar. Azizaxon, men elchi bo'lib ishlaganimda Amerika O'zbekiston savdo palatasini tadbirlarni o'tkazganimizda 10-13 ta kompaniyani zo'rg'a olib kela olardik. Hozir shunday bo'ldiki, mana 300 tasi ishlayapti va yana yangilari kelmoqchi. Mana hozir prezidentimiz shular bilan suhbat o'tkazyaptilar. Bitta diplomat sifatida mana bu juda faxrlantiradi dedilar. Va haqiqatdan ham bu kompaniyalar O'zbekistonga kelib qayerdadir klinika ochadi, qayerdadir yo'l qurishimizga yordamlashadi, katta aeroportni quradi va minglab, millionlab odamlarimizni hayotini osonlashtirishda ishtirok etadi. Va eng muhimi, prezidentimiz doim aytadigan teng manfaatlar ustida biz sheriklik qilamiz va hamkorlik olib boramiz deb. O'zbekiston prezidentining Amerikaga amalga oshirgan tashrifi va umuman dunyoga va kelajakda bo'ladigan Yevropa ittifoqiga yo yana boshqa o'sha biz bilan yaxshi aloqalar qilishga intilayotgan mamlakatlar bilan muloqotlarni barchasi shu xalqimizni hayotini yanada yaxshilashga qaratilganligi bugun shu siz aziz mehmonlarimiz bilan yana bir bor tilga olindi. Bizga ajratgan vaqtingiz, bergan bilimlaringiz katta rahmat. Javlon aka, Abdulaziz Hafizovich, katta rahmat. Sizlarni yana shu yerda davrada ko'ramiz, suhbatingizdan bahra olamiz degan umiddaman. Rahmat. Rahmat. Sizga katta rahmat.